Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Misrdan Qur'onlarimiz kelgan 25 ga 35 santimetrlik tajvidli Qur'onlar juda ham tiniq. Bu asli Bayrutda nashr qilinadi. Misrdan sotib olingan. Tiniqligi eng tiniq, sifati eng oliy Qur'onlardan. Bu QR kodi ham alohida bir mavzuga ega. Shu QR kod qilganda ekranda va buni skanerlaganda ekranda mana shu bet shunday paydo bo'ladi. Xuddi mana shunday. Qo'lingiz tekkizgan joyingiz o'qib beradi. Bu Qur'onimiz esa xuddi shuni muqovasi kojinli varianti. Ichi xuddi shu bilan bir xil. Narxida ozgina farq qiladi. Qur'onlarimiz qimmatroq Qur'onlar. Mana shu Qur'onning narxi 800 ming so'm. Chunki bu kitoblarda o'zini tannarxi ham Misrda o'zida ham qimmat ekan. Kamiga kitob og'ir, kattaligi hisobiga va yo'l kirasi ham, ya'ni kargo xizmatlari bilan narxlari oshib ketadi. Mana shu Qur'onimizning narxi 900 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, salkam ikki qarichli Qur'on. Bu Qur'onimizda esa xuddi shuni 25 ga 17 santimetrligi, xuddi shuni. Asli tajvidli biz o'qiyotgan hozirgi tajvidli Qur'onlarimizni hammasi bilinglar mana shu Qur'onni mana shu Dorul Ma'rifa nashriyotini mana shu qoidalardan olingan. Xuddi shuni, ya'ni formatini kompyuterda chiqarib Turkiyada ya O'zbekistonda chiqarishyapti. Xuddi shundan. Bulari esa 20 santimetrga 14 santimetrlik varianti. Muqovasi xuddi rezinkali bo'lib chiqqan. Oddiy qog'oz emas. Ushlaganingizda o'zi his qiladigan qo'l. Tanaliga bitta e'tibor berasizlar. Buni ham shunaqa QR kodi bor. Bu Qur'onimiz QR kodi faqat mana shu Qur'onda bor xolos. Boshqa QR kodlar bilan buni farq qiladi. Ya'ni ekranga chiqib beradi. Qo'lingiz tekkizgan joyingizni o'qib beradi. Xohlasangiz 10 martagacha qaytarib berish imkoniyatlari mavjud. Bunisi esa xuddi shuni kichikroq varianti. 17 santimetrga 12 santimetrlik variant. Bu muqovasi zamshni olib chiqqan, lata. Bu ham xuddi shunday. Tanali juda ham tiniq. Yonida sumkada olib yurgani ham juda ham ixcham. Sifat esa eng oliy darajada. Ushbu Qur'onlarimiz muqovalari zamoylik, ya'ni zamoylik Qur'on qilib ishlashib qo'ygan. Bunda skaner qo'yilmagan ekan. Endi buni asosan qorilar o'qiydi, cho'ntagida olib yuradi. Ya'ni qori bo'layotganlar kelmay qolgan joyga shunday qarab qo'yishlik uchun. Tanaligi lekin bu ham juda ham tiniq. 14 santimetrga adashmasam 10 santimetr atrofida ko'k, qora, bunaqa fioletli ranglari mavjud. Bunisi esa juda ham shirinligiga e'tibor beringlar. Buni xuddi shuni muqovasi bunaqa rezinoviy. Ya'ni bu Qur'onimizning kichkinaroq varianti. Xuddi shuni ichi mana shu Qur'on bilan ichi bir xil. Ushbu Qur'onlarimizni ko'rinishiga e'tibor berasizlar. Ixchamgina. Ko'rinishini o'zi odamni o'ziga tortadigan, juda chiroyli sifatli ishlashib qo'ygan. Mana shu Qur'onning narxi 110 ming so'm. Bu Qur'onimiz esa xuddi shuni, mana hajmi teng. Mana ichi tajvidlik, varag'i sariq. Xuddi shuni zamoyli varianti. Bu Qur'onlarimiz bir xil, mana katta kichigi bir xil hammasini. Bunisi zamoyli varianti, bunisi esa butun variant. Bu Qur'onimiz bilan bularda ham xuddi shunaqa. Zamoyli varianti, butun varianti. Bu hozir QR skanerini ham yana bir bor sizlarga ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, aziz qadrdonlar, endi bu Qur'onimizga bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu Bayrutda emas, Misrda o'zida nashr qilingan. Dorussalom nashriyotida, Dorussalom mana. Dorussalom deb qo'ygan. Mana bu joyida mana Darussalam Misr deb qo'ygan. Mana barkod tepasida turibdi. Ichiga e'tibor beramiz. Bunda tajvid qoidalar ajratilgan emas. Mana. Tanali juda tiniq. Yoshlar bemalol o'qiradi. Mana shu Qur'onimizning narxi 110 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu ham shu 15 santimetr atrofida chiqadi. Bu yerga shu 10 santimetr atrofida chiqadigan. Endi bu Qur'onimizning kattaligiga bitta e'tibor berasizlar, juda katta. Bu kitoblar yonida kichkinagina bo'lib qoladi. 50 santimetrlik Qur'onimiz. Og'irligi salkam 6 kilo keladi. Muqovasi uni ikki xili bo'ladi. Muqovasi rezinivisi, oddiysi bo'ladi. Mana bu Qur'on xuddi mana shu Qur'onga o'xshagan. Mana bunisi rezinivisi, bunisi oddiysi. Hozir qo'limizda mana shunaqa muqovasi rezinivisidan bor. Kitobimiz kattaligini sizlarga tasavvur qildirishlik uchun 25 ga 35 Qur'onimizga e'tibor berasizlar. Teng ikkita keladi. Harfi ham teng 2 barobar katta mana. Mana
kattaligiga e'tibor berasizlar. Mana shu harflardan teng 2 barobar katta Qur'onimiz. Narxi 1.800.000 so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Kitobimizni oxirgisini ko'rsatamiz. Kitob sifatiga bitta e'tibor berasizlar. Mana bunday chiqar ekan, qaranglar. Lekin mana shu Qur'on bugungacha kelgan, O'zbekistonga kelgan tajvidli mushaflarning ichidagi eng sifati a'losi desam gapim mubolag'a bo'lmaydi. Men shu kungacha bu darajadagi sifatli tajvidli Qur'onni hali ko'rmaganman. Varag'i sariq ekan. Sifat juda oliy darajada ishlagan. Kichikroq ramkanchik tiqqan, yoshlar bemalol o'qiveradigan, harflar tiniq, aniq, bunaqa o'ta yirik emas, lekin bemalol ko'raveradigan darajada ekan. Sifati juda ham a'lo ekan. Rangi esa yashili hamda mana bunday qizili bor.